Mana ayolimiz keldilar. Bular bizga qatnayotgandilar. Hali qatnaganlariga bir oy ham bo'lgani yo'q. Matkasini holati yaxshi. Polikistoz yechnigini ustini operatsiya qilib ochirdi. Endi mana tayyor bo'lib, ikkinchi tuxumdonlarida folikulalari yetilib, hop buni ustida kistasi bor. Buni ustida kista paydo bo'lib qoldi. Gormonalniy fond hisobiga ikkinchi tuxumdoni yaxshi, folikulalar yetilib, tayyor bo'lgan vaqtda eri tashlab ketib qolgan. Endi nima deydi, erkaklarga ham qoyilmasman. 2 yillik ayol ozginagina mana folikula yetilyapti, уже четкий polikistoz yo'q. Odamlarchi salgina sabrli bo'lish kerak. Odamda sal vijdon bo'lish kerak. O'zini yashagan ayolini qanday tashlab ketib boshqa bilan tasavvur qila oladi. Mana ikola bor hozir. Salginagina sabrli bo'laylik.